Assalomu alaykum usta qobil obunachilar. Haftaga mashina qabul qilib olganmiz. Bunda bo'layotgan holat hamma yo'q butun. Zavetkani qo'zg'algan dovush bilan chiqish shu bilan jim o'qidi bunda dedim. Katalizator tepada kollektor qotgan joyda bolt uzilgan. Yo'q, kollektordagi past katalizator to'lgan dedim. Shuni ko'ramiz. Yaqinda qabul qildi, xudo xolasa. Sovush kerak bu issiq. Bir so'z sovush yechmaydilar, baq olganda bu yerga ko'rsataman. Yechib oldi, xudoga shukr. Mana shu bitta katalizator o'lish uchun kollektorni o'lish kerak. Mana tunkasi bo'ladi. Qorayib ketibdi yo'llari. Lekin bundoq qotirib qo'yishibmiz. Nima sabab deb olsam, svarka bo'lgan ekan mana. Yo'rilgan kurtgan bo'lsa-na. Bu qoradan yo'lga ketibdi. Molelar ham qorayib o'tibdi. Nimaga bunaqa deyilsa, yana har doimgidek mana promoy. Mana e'tibetdan vert bo'lgan, mana vert qilib qo'ygan deb o'ylab vert qilmagan. Promoy.